tarixdan buyon Uyg'urlarning Xitoylar bilan etnik va diniy urf-odatdagi zo'r farqlar hamda cho'nqur tarixiy va siyosiy sabablar ikki millatning oralashib to'y qilishini to'sib qolgan va bu omillar Uyg'urlarning millat sifatida assimilyatsiya qilinishiga taqobil turishdagi qalqon bo'lib kelgan. Buningda Uyg'ur ayollari intayin halqiliq rol o'ynag'ichilardir. 2014 yılı 2 sentabr Xitoyning Junggodagi millatlar va dinlar to'g'rida e'lon qilingan tekshirish dokladida navbatda Xinjiangda Uyg'ur bilan Xanzuning nikohlanish soni bir qadar oz. 2000 yılı 5 qitimliq nüfus tekshirishga asoslanganda 56 millat ichida Uyg'urlarning boshqa millat bilan nikohlanish nisbati eng tuvan bo'lib 1,5% bo'lgan. Xitoy hukumati iqtisodiy ta'sir orqali siyosiy va milliy masalalarni yaxshilash va hal qilish tadbirining unumini ko'rmagandan keyin Tibet bilan Xitoy to'ylashish nisbatining o'sishini ilgari surgan Chen Quanguoni 2016 yılı yazda Uyg'ur diyorini boshqarishga yetkazib kelgan edi. U Uyg'ur diyoriga kelgandan buyon bir tarafdan lager siyosatini yo'lga qo'yib, bir tarafdan yanımı ko'p Xitoylarning Uyg'ur eliga ko'chib kelishini tezlatadigan planliq siyosatlarni yo'lga qo'ymoqda. Hatto ularni oshkora holda Uyg'ur ayollari orqali jalb qilishga boshladi. Uyg'urlar bilan to'y qilgan Xitoylarga beriladigan har turli manfaat siyosatlari keng tashviq qilindi. Uyg'ur qizlarining Xitoylar bilan to'y qilgan videolarimi ko'payishga boshladi. Yaqinda Xitoyning ijtimoiy taratqularida Uyg'urlar bilan Xanzularning to'y qilishini ilgari surish uchun 100 nafar kelinchakka jiddiy ehtiyoji bor deyilgan bir e'lon oshkor tarqatilgan edi. Aniqlashlarimiz davomida Qashqar shahar xalq ishlari idorasi xodimining 100 kelin planiga oid uchurlarning davlat maxfiyatligiga yotadiganligini bayon qilishi orqali mazkur e'lonning Qashqar tavallikida chiqarilganligi dalillangan edi. Mushu xil siyosat va tadbirlar natijasida Xitoylar bilan to'y qilayotgan Uyg'ur qizlarining oqibatini oshkorlaydigan ikki Uyg'ur ayolining baxtsiz oqibatlari haqidagi o'zaro paranglarga munosabatli videolarmi to'rlarda tarqaldi. Numru solup aşında köndü iltosunu götürüp götürdü anda bek yaxşı mamakan dekin angacha mezet bek çanglışıp ketdi. Mening öyle düşün ben birli qız aşı sohbet göz birli akam ba. O akamның mos qancha bu da sal kepin azdıcı. Endin 16 şu tutmagan da biriktin bayrak çıqalçmaganga onu eçkitip 4 yılgacha men moну tekkan ya qo'yap bergan. Endi bu akam aydogan dekin bir ay apratı dep biz ya yekana başka yer chiqamagan bir yer işizdan akşam bolsa şu ügünüşlep qapsagan. Canı bijek patrup olabay. Boptular. Endi ata-onam bo'lmagan ekan. Teksama tegecho. Deb optikib satdim. Bu acaba bu meni degan shirida bunu anglagan ekan. Bir daqiqa Uyg'uras pul berdi debcha. Ani o'ylab ap. Mening boshqa yo'lda shu mashindatdi. Shu mushaliqi hukumatdan burdaga to'liqlama degan pul bor-ku. Ha. Shu pulni qo'yib kelman bilanmi? Xitoy bilan to'y qilishni ma'qul ko'rgan Uyg'ur ayollarining amaliyotda amalsizlikdan, hatto ba'zilarining lagerlarga qamalgan ota-ona yoki aka-inilarini qutqizib qilish uchun o'zini qurbon qilish badalida millatlararo to'y qilish siyosatida rol o'ynayotganligini oshkorlasa, hammadan muhimi yana Xitoy ko'chmanlarining amaliyotda faqat davlat o'zi qilgan iqtisodiy kapolatga erishishga niyati uchun Uyg'ur va boshqa osonliq millat qizlari bilan to'y qilayotganligini oshkorlab ko'rsatdi. Halbuki erlari, otalari, hatto farzandlarimi lagerlarga qamalgan Uyg'ur ayollarining tanlash yoki rad qilish huquqi qolmagan. Har qanday bir Xitoyning xohlagancha to'y qilishga tanlash obyektiga aylangan bir vaziyatda Xitoy erlari o'zlarining chiroyli Uyg'ur qizlarini yaxshi ko'radiganligini, ularni xotin qilishni xohlaydiganligidek istikini hayosiz holda oshkora bayon qila oladigan bir holga yetgan. Xinjiangning Uyg'ur baran kirishga umid. Xinjianglik yigitman. Ben Xinjiangning Hanzu xalq 20 yosh. Nimishqa yaxshimsizlar deysiz? Millatni hurmatlab, boshqalarga muloyimlik bilan qaraymiz. Nimish bunaqa qilsiz? Men biri uyli xotin aliman. Ancha-muncha Uyg'urcha so'zlarni o'rganib olgan bu Xitoy erning "Men Uyg'ur xotin olaman" degani chet ellardagi Uyg'urlarning yirginishi va g'azabini qo'zg'adi. Uyg'ur ayollarining chorasiz vaziyatini ko'rsatib beradigan bu xil videolarning tarqalishi chet ellardagi Uyg'urlarning g'ururi va ro'yiga og'ir zarba elib kelganligini ijtimoiy aloqa vositalaridagi nurg'un inkoslardan ko'rib olg'ili bo'ladi. O'zining Facebook qatorliq shaxsiy betlarida bir qadar yuqori inkos qo'zg'agan videolarni ham bahrlab kelayotgan
lager şahidi Amerikadagi Zumrat Davud xonim o'zining 2016-yildan buyon Urumchida va lagerda shahid bo'lganlarini oshkorlash orqali Uyg'ur ayollarining qanchalik amalsiz bir holda ekanligini, hech bo'lmaganda bu vaziyatni dunyoga anglitishni o'zining burchi deb bilib, bu xil uchur va videolarni tarqatayotganligini ta'kidladi. 2016-yildan boshlab bularga qattiq qo'lliq qildi, bizga tegsa bular qutulib qoldi degandek qilib, kimni og'iz kelsa, ular kimni ko'zib chiqsa, o'zi shunda sat qasmoq amaliyotda uning umr yili qizga nimasi yetmaydi-da, mumkin emas endi bir. Shunda ayfol ostidami yana o'sha ammoqchining uydagilarning diniy asabiy nimasi kuchlikkan, elchob kirsam ammoqchob qizimni ammoqchonsam bular alaqi biz xitoy qo'ymaymiz degandek alaqi yolg'on yovda qor to'kmaklar bilan shuning bilan dodi shodi kadrlar aralashib boshqa nillab bermaydi. Voy senmi berib yat o degan hech kimning endi bir balni deb tuqqan ota-ona balla yana qolgan balla bunda o'ylab bulamay shu Allohga sig'inib yolvorib bo'ldi xudoga amonat salat yashab birimizni ko'rib saqlab bo'ldi degandeklar qizlarni berdigan gap shu. To'yib bitadi shu. Uyg'ur erlarini asos qilgan millionlagan kishining lagerlarga tutilishi bilan mos qadamda o'tirg'i chiqayotgan bu hodisa chet ellardagi Uyg'ur jamoati hamda Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan kuzatuvchilarning birdek diqqatini qo'zg'agan masala. Amerikalik antropolog Darren Bayler bu haqda e'lon qilgan bir maqolasida Xitoy hukumati Uyg'ur elida maxsus Uyg'ur ayollarini nishon olgan jinsiyat siyosati yurgizmoqda. Tarixda tunji qitim Uyg'ur ayollari davlat apparatlarining jinsiy nishoniga aylandi deb ko'rsatgan edi. Yaqinqi mezgillardan boshlab dunyo matbuotida guvohlik berishga boshlagan lager shahidlaridan sobiq lager o'qituvchisi Gollandiyada yashayotgan Qalbinur Sidiq xonim Uyg'ur ayollarining bu ruhiy va jismoniy jihatlardagi tasvirligisiz eg'ir zulmlarga hamda bardoshlik bergidek madori qolmaganligini takrorlaydi. Qiz ayollar lagerlarda yetayotgan minglab, hatto 10 minglab chochlari tushirib etilgan, o'zini qutuldirish, hatto qutulishdan butunlay umidini uzgan kelgan dafsandichilik, eg'ir xo'rliq va har xil qiyin qistoqlarga bardoshlik berib, o'limni kutayotgan, ichidagilar hayotidan butunlay umidini uzgan, o'lik tirigi bilan farqi yo'q holatda yaşamakta. Sırtıdakiler texi işkili ölgülerge qul bulup işleşke mecburlanıp tuşulavatıdı. Kalgan bir kısım kız ayollarımız, yani milyonlagan Xitay erlerinin kanunlaştırıp bergen sebepli tuqqan buluş fırsatlardan faydalanıp, öz öylerde vicdanıga, gururga muhalif şu Xitayning basqınçılık, xorlaş ve ağır derecedeki defsançiliklerge bardoshlik berivatıdı. Eng yomon bo'lgani kız ayollarımız ailesini, balasını, erini qutqarish uchun Xitoyga tegishga majbur bo'lmoqda. Uyg'ur ayollarining navbatdagi vaziyati xalqarodagi ta'siri kuchli kishilik huquq tashkilotlaridan Lantus kishilik huquq va adolat fondining raisi Katrina Lantus xonimni qattiq cho'chitgan bo'lib, u Uyg'ur ayollarining Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanishini Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligining bir shakli deb baholadi. It's ethnic cleansing, it's religious persecution, it's crimes against humanity. Bu irqiy qirg'inchilik, bu diniy bostirish, bu insoniyatga qarshi jinoyat. Uyg'ur ayollarining eng rayimsiz va dahshatli muomalaga uchrayotganligini ko'ralaymiz. Uyg'ur ayollari bosqinchilik, qiyin qistoq, majburiy tug'mas qilinishga uchirmoqda. Ba'zilari Xitoy eriga to'y qilishga majburlanmoqda. We are facing a human rights crisis of enormous proportion. Amerikaning yer shari ayollar masalasi alayida elchisi Kelly Corey va diniy ishlar alayida elchisi Sam Brownback 8-dekabr bergan maxsus bayonotida Uyg'ur ayollarining Xitoy hukumatining majburiy nikoh va jinsiy qulluqining qurboni bo'layotganligini alayida tilga olgan edi. Hamda ular dunyo jamoatchiligini bu masalaga birlikda xotima berishga chaqirgan edi. Uyg'ur faoliyatchilar bu andishli vaziyatdan qutulishning yo'li faqat her bir Uyg'ur, her bir aile çare tedbir qo'llanib milliy uyg'onish harakati, o'z naslini saqlab qolish harakati ilib berish kerak deb tashabbus qilib kelmoqda.